Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, Telegram guruhimizga yana savollar kelishini davom etmoqda. Aisha Begim degan demak guruhimiz a'zosi quyidagicha savol yubordilar. Salom, bitta savolim bor edi. Er-xotin ajrashsa, ayoliga uy olib berishi yo ijara haqqini to'lashga majburmi? Shunaqa qonun chiqdimi? Bu qonun ishlayaptimi? Aytib yuboring, iltimos. Demak, savollariga qaraganda, bu kishi ajrashganlar va er-xotinlik munosabatlari tugagan va bu holatda Uy-joy kodeksining 32-moddasiga muvofiq er-xotin o'rtasidagi demak oilaviy munosabatlar tugatilgandan so'ng ham, ya'ni ajrashgandan so'ng ham xotin demak erni uyiga yashash huquqini saqlab qoladi. Demak, agar o'zaro kelishuv asosida xotin erni uyida yashash imkoniyati bo'lmasa, ya'ni er o'z uyida yashashga qo'ymasa ajrashgan xotinni, bu holatda sud tartibida xotin erning uyiga majburiy yashash uchun kiritilishi mumkin. Ana endi bu holatda agar er o'sha ajrashgan xotin bilan bir uyda o'zini o'sha uyda yashash xohlamasa, bu holatda o'zaro kelishuvga asosan er xotinga uy olib berishi mumkin. Bu yerda yana takrorlayman, o'zaro kelishuvga asosan er majbur emas xotinga uy olib berishga. Qonunda bunaqa demak majburiyat nazarda tutilmagan. Shuningdek, o'zaro kelishuvga asosan ijaraga chiqarib, o'sha uyni ijara haqini to'lab borishi mumkin. Yana qaytaraman, bu albatta o'zaro kelishuv asosida bo'lishi mumkin. Qonuniy jihatdan olib qaraganda erning demak ajrashgan xotiniga uy olib berish yoki uni yashayotgan uyini ijara haqqini to'lab borish majburiyati mavjud emas.